biz hozir x kvadrat plus b2 plus c tengdir. Ya'ni kvadrat tenglamani ildizini topishdi va ya'ni formulasini va v teoremasini isbotlashga harakat qilamiz. Buning uchun men ikkala tomonni ham 4a ga ko'paytiraman. 4a ko'paytiradigan bo'lsam 4a kvadrat x kvadrat plus 4ab x plus 4ac tenglik hosil bo'ladi. Endi men 4ac ni tenglikdan o'ng tarafga o'tkazaman. 4a kvadrat x kvadrat plus 4ab x teng minus 4ac. Endi men ikkala tenglikka ham ikkala tarafga ham b kvadrat qo'shib olaman. Plus b kvadrat. Ya'ni qo'shadigan bo'lsam b kvadrat plus 4ab x plus 4a kvadrat x kvadrat teng b kvadrat plus 4ac. Endi mana bu 1 plus 2a ning kvadrati 2ax ning kvadrati teng b kvadrat minus 4ac. Ikkala tomondan ham kvadrat ildiz chiqaraman. Kvadrat ildiz chiqaradigan bo'lsam 1 plus 2ax teng plus minus ildiz ostida b kvadrat minus 4ac tenglik hosil bo'ladi. Bu yerdan buni bu tarafga o'tkazaman. 2ax minus b plus minus b kvadrat minus 4ac tenglik hosil bo'ladi. Men shu joyda 2 ga 2a ga bo'laman. Minus b plus minus b kvadrat minus 4ac taqsim 2a. Mana shu ifoda kvadrat tenglamaning ildizini topish formulasi. Xo'p, bu yerda b kvadrat minus 4ac degani bu diskriminant. B kvadrat minus 4ac. Mana buni yana bir yozsak bo'ladi. Minus b plus minus ildiz ostida taqsim 2a deb ham yozsak bo'ladi. Mana bu ifoda kvadrat tenglamaning ildizini topish formulasi. Xo'p, biz mana bu ifodadan ildizini yana qisqaroq topish usuli bu v teoremasi. V teoremasini foydalanamiz. V teoremasining ko'rinishi qanaqa? Xo'p, x kvadrat plus b2 plus c tengdir. V teoremasini qo'llashim uchun x kvadrat oldida hech qanday son bo'lmasi kerak, birdan farqli. Shuning uchun men a ga bo'lib yuboraman. X kvadrat plus b taqsim a x plus c taqsim a tengdir. Xo'p, v teoremasining ko'rinishi x1 plus x2 teng minus b taqsim a x1 ko'paygan x2 esa c taqsim a. Mana shu ko'rinishda biz hozir mana shu ifodani isbotlashga harakat qilamiz. Isboti quyidagicha bo'ladi. Buning uchun hozir topilgan qiymatni x1 da o'rniga plyusligini farqi birinchi plyus yo minusligini yozishdi. Plyusligini yozamiz. X kvadrat taqsim 2a. x2 esa minus b minus ildiz ostida taqsim 2a. Men yig'indisini topishga harakat qilaman. x1 plus x2 nimaga teng? Minus b plus ildiz ostida taqsim 2a plus minus b minus ildiz ostida taqsim 2a teng. Bu mahrajlar bir xil soddalashtirgan ziddlar qisqarib ketadi. Minus 2b taqsim 2a. Ikkala qisqaradigan bo'lsa minus b taqsim a. Ya'ni x1 plus x2 minus b taqsim a isbotlandi. Endi ko'paytmasini topamiz. x1 ko'paytirilgan x2 minus b minus ildiz ostida taqsim 2a ko'paytirilgan minus b minus ildiz ostida taqsim 2a teng. Ikkala tenglikdan minusni tashqariga chiqarib, ikkita minus ko'paytirilishi natijasida plyus bo'lib ketadi. Ya'ni mana bu tengligimiz b minus ildiz ostida ko'paytirilgan, bu esa b plyus ildiz ostida bo'lib qoladi. Taqsim 2a ga 2a ko'paytirilsa 4 ta a ning kvadrati. Mana bu joyda minusni qavsni tashqariga chiqarganimizda mana bu belgi o'zgaradi. B minus ildiz ostida bo'ladi. Va minus oldinga chiqadi. Bundan ham minus tashqariga chiqarganimizda ikkita minus plyus bo'lib ketadi. Va b plyus ildiz ostida bo'lib qoladi. Mana bu a minus va a plyus kvadrat tenglama formulasi. B kvadrat minus ildiz ostida ning kvadrati degani ildizlar bilan kvadrat qisqarib d ni o'zi qoladi. Taqsim 4a kvadrat teng. Bizlar diskriminant nimaga tengdir? B kvadrat minus 4ac ga o'rniga qo'yamiz. B kvadrat minus 4ac 4ac taqsim 4 ta a kvadrat teng. Endi qavsni ochamiz. B kvadrat minus b kvadrat plus 4ac taqsim 4a kvadrat. Qisqaradigan bo'lsa 4ac taqsim 4 ta a kvadrat teng. Bu yerda qisqaradigan 4 da qisqaradi. A lardan bittasi tarafda tepadasi mahrajdan a qolib ketadi. Bu yerda tenglik hosil bo'ladi. x1 plus x2
minus b taqsim a ga teng, x1 ko'paytirilgan x2 esa s taqsim a ga teng. Va formulasi qoladi.